Olayotgan nafasimizni ham qaytarib berayotgan bo'lsak, yana nimalarga kerilamiz? Qo'yani musht bilan maydalayman deganlar esa qo'lidan ajralgani qoladi. Assalomu alaykum muhtaram muxlislar. Kelayotgan oy baxt talabga baxt, farzand talabga farzand, boylik talabga boylik, sog'lik talabga sog'lik olib kelishini tilagan holda 2025-yil aprel oyi uchun kutilayotgan yulduzlar bashorati ma'lumotlari bilan tanishtirib o'tamiz. Qo'y burji vakillari uzoq vaqtdan beri nima uchundir harakat qilib kelayotgan qo'y burji vakillari marraga yaqinlashadi. Bu oy asosiy vaqt yoki hatto yakuniy bosqich bo'ladi. Ehtimolsiz biror bir uzoq loyihani yakunlashingiz yoki oy oxiriga qadar uni boshlashingiz va natijalarga erishishingiz mumkin. Har holda harakat yoqimli yengillik bilan tugaydi. Shuning uchun aprel oyi qo'y burji vakillariga juda ko'p energiya, kuch, g'ayratni va'da qilmoqda. Katta ehtimol bilan siz o'zingizning shaxsingiz, imidjingiz namoyon bo'lishingizdagi o'zgarishlarni xohlaysiz. Tig'iz vaziyatlar tufayli atrofdagilar, sheriklar bilan shaxsiy yoki biznes sohasidagi munosabatlarda keskinlik bo'lishi xavfi mavjud. Tugatish vaqti kelgan munosabatlarni qayta ko'rib chiqish kerak. Moliya borasida oyning muhim yo'nalishi qo'y burji vakillari yangi daromad manbalarini olish, ularni sarf xarajatlarni tahlil qilish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Oyning oxirida siz qimmat xaridlar qilmasligingiz kerak. Sarf xarajatlarda ehtiyotkor bo'lishingiz lozim. Umuman olganda, moliyaviy ahvolingizni ko'rib chiqish muhim sanaladi. Buzoq burji vakillari bu davrda buzoq burji vakillari uchun hamkorlik hayotida juda muhim jihat bo'ladi. Bu sizga yo'nalishni o'zgartirishga yoki daromadni oshirishga yordam beradi. Siz yangi tanishlarga ochiq bo'lishingiz yoki allaqachondan biladiganlarga ko'proq e'tiborli bo'lishingiz kerak. Hamkorlarga bo'lgan to'g'ri munosabat sizga muvaffaqiyatni hadya etadi. Buzoq burji vakillari uchun oyning asosiy mavzusi dinamika, o'zgarish va faollikda bo'ladi. Yangi narsalarga ochiq bo'lish va o'zingizni ifoda etishdan qo'rqmaslik muhimdir. O'zingizni qanday qilib eng yaxshi tarzda moslashtirish variantini topish uchun ajoyib vaqt. Trening, o'z-o'zini tarbiyalash, uzoq vaqtdan beri orzu qilgan kurslarni o'tash va hokazolar bunda o'z aksini topadi. Oy bu borada sizga yordam beradi. Ish va salomatlik borasi ham muhim. Siz bunga e'tibor berishingiz lozim. Bu masalalarda keskinlik bo'lishi ehtimoli yuqori. Moliyaviy nuqtai nazardan oy qulay, moliyaviy ahvolingizni ko'rib chiqish va yangi daromad manbalarini olish imkoniyatini taqdim etishi kutilmoqda. Egizaklar burji vakillari bu oyda egizaklar burji vakillari moliyaviy mustaqillik uchun hamma narsani qilishlariga to'g'ri keladi. Uzoq vaqt davomida sizga hujum qilgan bir qator muammolarni hal qilish uchun moddiy xavfsizlikni yo'qotish qo'rquvidan xalos bo'lishingiz kerak. Bundan oldinroq gullash uchun esa erkinlikni topishingiz kerak bo'ladi. Vaqtinchalik turg'unlikni olib tashlashingiz lozim. Shuningdek, oyning boshlanishi egizaklar burji vakillari uchun bolalar, ijodkorlik, ishqiy munosabatlar haqidagi savollar bilan bog'liq bo'lishi kutilmoqda. Bularning barchasi kutilmaganda paydo bo'lishi va alohida e'tibor talab qilib qolishi mumkin. Oyning o'rtasi o'zingizga, tashqi ko'rinishingizga g'amxo'rlik qilish uchun qulay vaqtni taqdim etadi. Umuman olganda, egizaklar burji vakillari uchun aprel oyi jamoat va ijtimoiy faoliyat, loyihalar, do'stlar haqida o'ylash uchun asqotadi. Sababi bularning barchasi aprel oyining 30 kunida jiddiy o'zgarishlarga duch kelishi ehtimoli yuqori. Oyning ikkinchi yarmida tanangiz holatiga vaqt ajratish, ko'proq dam olishga harakat qilish, stressni yengillashtirish juda muhim. Siz diqqatni o'zingizga, ichki jarayonlaringizga qaratishingiz kerak. Oy oxirida siz yangi biznesni boshlay olmaysiz, lekin muhim hujjatlarni imzolasangiz bo'ladi. Biroq bu izoh hamma uchun ham tegishli bo'lmaydi. Qisqichbaqa burji vakillari bu oyda qisqichbaqa burji vakillari
qaror qabul qilishga shoshilishlari kerak bo'ladi. Chunki bu oy muhim ishlarni bajarish uchun qulay kechadi. Ehtimol siz uzoq vaqtdan beri biror vazifani amalga oshirishni xohlayotgandirsiz, lekin har doim vaqt, xohish yoki aloqalar yetishmayotgandir. Qadamlar qo'yishni boshlang, hamma narsa muvaffaqiyatli oldinga siljishi kerak. Martaba sohasida qisqichbaqa burji vakillarini o'zgarishlar kutmoqda. Ehtimol amalga oshirishning yangi usullari haqida o'ylashning vaqti kelgandir. Buning uchun siz birinchi qadamlarni qo'yishingiz lozim. Uy, oila, ko'chmas mulk, yashash joyi, uy-joy masalalari ham muhim bo'ladi. Oy boshida bu haqda tashvishlar, shuningdek qarindoshlar bilan munosabatlar masalalari bo'lishi istisno qilinmaydi. Oyning oxiri yangi jamoa va faol ijtimoiy hayotning bir qismi bo'lish imkoniyatini beradi. Yangi loyihalarga shoshilmaslik kerak. Aks holda buning natijasida shoshilish va hamma narsani qayta tiklash xavfi mavjudligini yoddan chiqarmang. Arslon burji vakillari. Bu oyda Arslon burji vakillari hayotning qaysidir nuqtasida to'xtash, tugatish vaqti kelganligini tushunishadi. Bu hech qachon tugamaydigandek tuyulganiga qaramay, siz vaziyatdan chiqish yo'lini topasiz. Shuni unutmangki, xotiralar bilan yashash eng yaxshi yo'l emas. Hamma narsani ehtirom bilan boshingizga saqlang. Yangi voqealarga sho'ng'ing. Oy hujjatlar bilan ishlash, tajriba va professionallikni oshirish uchun qulaydir. Shuningdek, aprel oyi reklama va kurslarni boshlash uchun qulay kechadi. Moliyaviy nuqtai nazardan ham yaxshi oy. Bu belgi vakillari uchun qiziqarli istiqbollar ochilishi kutiladi. Shunday ekan, Arslon burji vakillari diqqatini ishga qaratgani ma'qul. Ishning standart usullarini qayta ko'rib chiqish, ish jarayonini optimallashtirish yo'llarini topish, biror narsani takomillashtirish yoki tuzatish juda muhim. Bu ayniqsa oyning oxiriga to'g'ri keladi. Shuni ham ta'kidlash kerakki, hozir ish joyini o'zgartirishning vaqti emas. Yaxshisi bir oz kuting. Shaxsiy hayotingizda sherigingizga yetarlicha e'tibor bersangiz, hamma narsa barqaror bo'ladi. Yolg'iz Arslon burji vakillari esa e'tiborni yo'qotishdan ehtiyot bo'lishlari lozim. Katta ehtimol bilan ko'chish, sayohat qilish va hujjatlarni rasmiylashtirish haqida savollar tug'ilishi kutilmoqda. Parizod burji vakillari. Bu oyda Parizod burji vakillari uchun biror narsa haqida qaror qabul qilish qiyin kechadi. U shuning uchun qiyinki, chunki u sizning kundalik hayotingizga ko'p o'zgarishlarni olib keladi. Sizni doimo orqaga tortadigan va sizni bir joyda turishga majbur qiladigan qo'rquvlardan xalos bo'lishga harakat qiling. Harakat qilish va yangi cho'qqilarga ko'tarilish kerak. Aprel oyida Parizod burji vakillarining markaziy qismi moliyaviy mavzu bo'ladi. Oy boshida pul olish, muhim xarid qilish haqida o'ylab ko'rsangiz bo'ladi. Oyning ikkinchi yarmida bu belgi vakillari pul haqida qo'rquv va tashvishlarni boshdan kechirishlari ehtimoli mavjud. Moliya sohasini qarzlar, investitsiyalar, meros borasida qayta ko'rib chiqish kerak bo'ladi. Muhim hujjatlarni imzolashda nihoyatda ehtiyot bo'lish juda muhim. Shuningdek, mashg'ulotlar va chet elga qilinadigan sayohatlarga alohida e'tibor qaratish lozim. Tarozi burji vakillari. Bu oyda Tarozi burji vakillari ishingiz haqida o'ylab ko'ring. Hamma narsa sizga mos keladimi yoki siz yangi bosqichga o'tishni xohlamaysizmi? Ehtimol siz monotonlikdan charchagandirsiz yoki umringiz davomida xuddi shunday qilishni xohlamasligingizdan charchagandirsiz. Ushbu bosqichni yengib o'ting va uzoq vaqt davomida xohlaganingizni qiling. Tarozi burji vakillari uchun aprel oyi mavzusi munosabatlarda o'z aksini topadi. Oyning boshida bu belgi vakillari ilgari o'zlarini qanday namoyon qilganliklari, o'zlariga va boshqalarga qanday munosabatda bo'lganliklarini mevasini yig'ib olishadi. Oyning ikkinchi yarmi munosabatlar va hamkorlik mavzusidagi o'zgarishlarning boshlanishini anglatadi. Shu bilan birga ularga jamoat faoliyatini o'zgartirish va mijozlar bilan ishlash imkoniyati beriladi. Moliya va ijtimoiy rivojlanish mavzusiga e'tibor berishga tayyor bo'ling. Vaqtni o'tkazib yubormaslik juda muhim.
o'zgarishlar ehtimol pul sohasiga ta'sir qiladi. Biznes masalalari, investitsiyalar, kreditlar, oilaviy budjet, meros shular jumlasidandir. Chayon burji vakillari bu oyda Chayon burji vakillari uchun atrofdagilar bilan munosabatlar odatdagidan ko'ra ko'proq ahamiyat kasb etadi. Siz kimgadir kerak bo'lish qanchalik muhim ekanligini tushunib yetasiz. Sevgini nimadir uchun emas, xuddi shunday his qilasiz va siz doimo borligingiz uchun muhim ekanligingizni tushunasiz. Sizga iliq his-tuyg'ularni keltiradigan insonlardan minnatdor bo'ling. Shuningdek, aprel oyida Chayon burji vakillari ish borasida ko'proq qiziqishadi. To'g'rirog'i, ularning mehnat majburiyatlarini qayta ko'rib chiqish, ish jarayonini yangicha tashkil etish zarurati. Sog'lig'ingiz uchun vaqt ajratish ham muhimdir. Oyning boshlanishi ma'lum bir keskinlikni berishi mumkin. Shuning uchun Chayon burji vakillari darhol yolg'izlik va dam olish uchun vaqt haqida o'ylab ko'rish yaxshiroqdir. Shuningdek, aprel oyida hamkorlik mavzusiga alohida e'tibor qaratiladi. Oldin sevgi sharobini birga totganlar ham biznes, ham shaxsiy sohaga qaytishni boshdan kechirishlari kutilmoqda. Ushbu daqiqani tahlil qilish juda muhim. Yangi hamkorlar paydo bo'lishi, eski aloqalarning kutilmagan yangilanishi ehtimoli mavjud. O'qotar burji vakillari bu oyda O'qotar burji vakillari hayotingizning ba'zi sohalarida yengillikni his qilasiz. O'zingizni biror narsadan ozod qila olasiz. Ehtimol bu bosqich dastlabki bosqichda amalga oshar. Bunga odat sabab bo'lar. Ammo bu voqea siz uchun qulay ekanligini va sizni baxtli qiladigan narsalarni ochib, qiyin daqiqalarni boshdan kechirish muhimligini tushunishingiz kerak. Aprel oyida O'qotar burji vakillari uchun muhim mavzu ijtimoiy va shaxsiy loyihalar masalasida bo'ladi. Bu ijodiy biznes loyihalari bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Shuningdek, ushbu belgi vakillari ish va o'zlarining ish majburiyatlariga alohida e'tibor berishlari kerak bo'ladi. Jadvalingizni qayta ko'rib chiqishingiz, sog'lig'ingizga g'amxo'rlik qilishingiz lozim. Shu bilan birga ishda yangi texnologiyalar va zamonaviy mehnat qurollaridan foydalanish vaqti kelganligi to'g'risida o'ylab ko'ring. Tog' echkisi burji vakillari bu oyda tog' echkisi burji vakillari uchun yangi voqealar paydo bo'ladi yoki tanishlari boshqa shaklga o'tadi. Katta ehtimol bilan siz yangi narsalarni sinab ko'rasiz. Yangi lavozimga o'tasiz yoki uzoq vaqtdan beri uylagan qiziqarli insoningiz bilan uchrashasiz. Sizga bu yangi bosqich kerak. Oyning ikkinchi yarmidan boshlab va keyingi 6 oyda tog' echkisi burji vakillari uchun oila va uy muhim mavzular bo'ladi. Qurilish, ta'mirlash, ko'chirish masalalari ishlab chiqilishi mumkin. Ehtimolki qarindoshlar bilan munosabatlarda muhim fikrlar paydo bo'ladi. Oy shaxsiy, sevimli mashg'ulotlar, romantik munosabatlar, dam olish va bolalar mavzusiga juda mos keladi. Oyning boshida siz ta'til, romantik uchrashuvlar, yangi sevimli mashg'ulotlarning boshlanishini rejalashtirsangiz bo'ladi. Oyning oxirida yangi majburiyatlarni o'z zimmangizga olmaslik yaxshiroqdir. Qovg'a burji vakillari bu oy Qovg'a burji vakillari uchun faol ishlarga to'la bo'ladi va sezilmasdan uchib ketadi. Ko'plab yangi loyihalar va tadbirlar kutiladi. Siz biror narsa ustida ishlashga shoshilasiz. Asosiysi o'zingizni to'liq charchoqqa olib kelmaslikdir. Sababi uni yo'q qilish uzoq vaqtni talab etadi. Apatiya chegarasiga yaqinlashmaganingiz ma'qul. Oyning boshlanishi o'qitish va ta'lim masalalarida qog'oz, shartnomalar, sertifikatlar olish, attestatsiyalar mavzusida uzoq kutilgan natijani olib keladi. Uzoq masofali sayohatlar uchun yechimlar mavjud. Yulduzlar Qovg'a burji vakillariga sayohat, muloqot, kurslar va boshliqlar bilan bog'liq mavzularni ishlab chiqishda rahbarlik qiladi. Ushbu mavzular aprel oyidan boshlab va bir necha oy davomida dolzarb bo'ladi. Aprel oyining boshi bu masalalarda yangi imkoniyatlarni taqdim etadi. Shuni ham ta'kidlash kerakki, agar bu lahzalarni oy oxirigacha hal qilib bo'lmasa,
unda hamma narsani bir oz qoldirgan ma'qul. Shoshiling, chunki u vaqtda to'sqinlik boshqacha bo'ladi. Hamma narsani tahlil qilish, hal qilinish kerak bo'lgan eski masalalarga qaytish va avval boshlangan ishlarni yakunlash uchun aprel oyining oxirini tark etish yaxshiroqdir. Ikkinchi muhim mavzu uy, oila, yashash joyi, qarindoshlar bilan munosabatlar ekanligini yoddan chiqarmang. Baliq burji vakillari. Bu oy baliq burji vakillari oldiga kelgan barcha imkoniyatlardan foydalanishlari lozim. Shu bilan bir qatorda yangilanish uchun ham yaxshi vaqt. Ehtimol dastlabsiz yangilanish va vayronagarchiliklarni to'liq boshdan kechirishingiz kerak bo'ladi. Ammo bu sizni yoqimli va yangi narsa kutayotganligining belgisi bo'ladi. Aprel oyida baliq burji vakillari uchun muhim mavzu bu moliya bo'ladi. Asosiy e'tibor yangi daromad manbalariga qaratilgan. Oy boshida qarz, kredit va hokazolarga tushib qolmaslik uchun nihoyatda ehtiyot bo'lishingiz tavsiya etilmoqda. Yangi imkoniyatlar beradigan ikkinchi muhim mavzu bu aloqa sohasi. Yangi aloqalar, tanishuvlar, yangi treninglar yoki kurslar istisno qilinmaydi. Aprel oyi sayohat qilish uchun yaxshi vaqt